Benim ismim Sabira Muhammed. Ben bu yıl 11 yaşıma girdim. Nutuk sözleş müsabakasıga keyingi ervah timallık nesrini okup bilimen. Keyingi ervah. Yazlık tatil yetip geldi. İmtihan neticelerim tüven bolğaçqa dadam meni cezalamakçı boldu. Ama ben üçün ceza emez. Belki mükafat idi. Dadam meni yazlık tatilde mumamның yanıga aparıp koydu. Ben mumamның yanıga, yani bir yazıga kelgen edim. Karmakka dastlapta bek zirikşik cayda kıladı. Ama ben asla bu yerge künüşke başladım. Dastlapta ben boş vaktlerimde sırtta oynaydım. Ama vakitnin ötüşüge ergişip, ben hem ögünüp hem sırtta oynaydıgan boldum. Dostum Mina bana ervahlar hakkında nurgun derslerini sözlep biretti. Dastlapta ben onu anlamadım ve onun yalgan dep oyladım. O bana davamlıq sözler vergenden keyin ben asla işinip kaldım. Bir neçe günden keyin bir öğlen momamın telefon kıldı. O mening dadam idi. Dadam, ılgınni erti düşten keyin ziyaretke kıldığanlığımızını dep koyamsız. Yazlık tatil tügey dedi, dep momam bilen hoşlaştı. Dadam kiliştim burun, dostlarım bilen hoşlaştım. Hem Mina'nın telefon numarasını eriştim unutup kalmadım. Dadam geldi. Ben nersi gereklerimni yığıştırıp momam bilen hoşlaştım. Biz yolga çıktık. Ben yoldan Mina bilen paranlaşıp atattım. O bana yine ervahlar hakkında nerseler sözler bir atattı. O bularının hemmisini esirler ilgili kitaptan sözler bir etti. Ben öyle kayıtıp gelip anamını kucakladım. Ona itip bergen tamaklarını bek mu sevindim. Anamның tamaklarını yap bolgandan keyin hücremga qaytdım. Bir kompüterning aldida oturup ervahlar rast mı dep Google'ga yazdım. Google'dan kelgen cevaplar yak idi. O günden başlap ben Mina'ni yalgancı dep atadım. Assalamu alaykum Sabira kızım. Sizning nutqingizni xuddi bir kinoni ko'rayotgandek yoki bir radio dramasini anglayotgandek bir xil tuyg'uda anglab chiqdim. Hem to'liq ijroda qolgan mening bolaliklarim, bolalikdagi momamning uyiga berib, momamning ma'zidagi qizlar bilan kechlarda o'tirib, ashtaq arvohlar haqida paranglashadiganligimiz, keyin qo'rqib uyga kirolmay tugilishib o'tirishib ketadiganligimiz shundoq esimga kelib ketdi, shular yodimdan kechdi. Bu shundoq arvohlar haqida paranglashishni bolalar intayin yaxshi ko'radi, xuddi sizga o'xshash. Chunki bu intayin odam qiziqadigan bir xil tema. Sizmi buni bayman deb o'tganga o'xshash, xuddi naytdi anglishchanlik, xuddi bir kinoni odam ko'rayotgandek, toki siz qaytib opangizning uyiga yana qaytib kelib tomoqni yeb ta kompyuterning oldida o'tirib shu savolni so'rab javobga erishganga qadar bo'lgan o'tirliqda bir kino ko'rgandek bir xil hissiyotda, tuyg'uda aks ettirdiğin şekilde sözlep beripsiz. Ben qayil buldum. Çünkü bu vaqt sözlemekme hem asan emas. Sözleriniz intayin ölçemlik, telaffuzlarınız intayin toğra, Uygurcaga ustalığınız çıkıp durdu, Uygurca'nın bek yak söz edigarlığınız bilinip durdu. Ben yaktırdım, temi özüme intayin kızıqarlıq bir xil temi buldu. Sizge bundan keyingi ishlaringizga, o'rganishlaringizga muvaffaqiyat tilayman qizim. O'zingizni asrang, Allohga omonat bo'ling. Sabira, eng avval bizga bu nutqingiz orqali nihoyatda go'zal rivoyatlardek o'tgan bolaligimizni eslatib qo'yganingiz uchun rahmat. Bir dadaning bolasini jazolash uchun uni momusini opirib qo'yishi bugungacha men anglagan dunyodagi eng suyimli jazolash usuli. Ondan başqa yana siz yez turmushining bolalarning hayotida qanday go'zal aslilarni qoldirdiganligini bak yaxshi ifodalab beribsiz.
Undan keyin uyga qaytqucha yo'lda do'stingiz bilan xiyoliy dunyoingizda paranglashishingizmi sizning tasavvurga boy fikr qila oladigan bir o'zgacha xarakteringizni ifodalab berdi. Undan boshqa yana siz eng oxirida arvohning bor yo'qligini tor orqali bilib olishdan iborat mush mazmunni kirishtirib, bolalarning xiyoliy tasavvur dunyosi bilan bugünkidek ba'zi narsalarning javobini bir kunubka orqali qilib bilalaydigan tor dunyosining munosabatini bak yaxshi kirishtiribsiz. Men sizning yozuvchilik qobiliyatingizga, tasavvur kuchingizga opirin o'qiyman. Bundan keyin texnik tirishib, mana shuningdek yaxshi asarlarni bizga davomli sunishingizni umid qilaman. Sizga utuq tilayman. Omad yer bo'lsin. Mahirimiz Sabira Muhammed. Sabiraning nutqi nayt ravan, intonasiyasi o'rinliq, mazmuni o'zgacha bo'lib, o o'zining bir yozliq ta'tilda kechirmishiga asosan beshidan o'tgan va o'ylaganlarini aniq va tushunishli shaklda bizga ifoda qilib beribdi. Men bu mazmundan Sabiraning qiziqadigan va izlanishchan ruhini his qildim. O'rganish va bilim hammamizning hayotining oxirigacha davom qiladigan, bizni moddiy va ma'naviy jihatdan kuchlantiradigan bir jarayon albatta. Bu jarayonda qiziqish va izlanishning roli nihoyatda muhim. Shunga men Sabiraning bu yaxshi alayligini, ya'ni o'rganish ruhini davomli joriy qildirib, o'zi qiziqadigan temalar haqida davomli izlanib, keng doiralik va ilmiy tushunchisini texim chunqurlashtirishini umid qilaman. Shuning bilan bir vaqtda yangi bilim tushunchalarini, his tuyg'ularini har vaqt o'z yoziqida va go'zal ona tili bilan biz bilan o'rtoqlashishini chin qalbimdan tilayman.